Ona qizim qalaysan? Yaxshi. Nima bo'lyapti? Sinka qilganda rizq qilib keldi. Nima deyapti? Narsa chiqmadi. Qanday? Yo'q, hech nima yo'q, o'zi. O'simta bor dedimmi? Ha? Yo'q. Qani eskisini bering. Mana o'simta. Ha, mana o'simta. Mana oqman bilan Yaqinroq keyin olib keling. O'simta qancha bo'lgan tushganiga? 2 hafta bo'ldi. Yo'q, o'simta deganiga. 2 hafta. 2 haftada. Sizlar mana nechisiga solding? 4-tinchisi. Ha, o'sha siyosatdan Keyin mana tushirdim, qaytaman. Yo'q. Qani? Qani? Mana men bitta bo'lishi kerak, oqdog'lar yo'q ishlar. Yo'q. Bu Allohdan mo'jiza bu. Nechta siyosat to'rttami? Ona qizim, boshdan yonmayaptimi? Hammasi Xudodan. Mana shu o'simta bor deb kelgan, mana Xudoga shu o'simta yo'q. Bu mo'jiza bu. Qachon kelding deyishdi. Ha? Qachon kelsan? Ular kech olib kelsan degan, doktorlar kech olib kelsan degan, bu o'simtani vahima bo'lgan. Xudoga mana Xudo bor ekan, mana o'simtasi ketibdi. Isming nima ona qizim? Shahzoda. Ha? Shahzoda. Shahzoda, ancha qalay o'zingni his qilyapsan? Zo'r.